Assalomu alaykum. Ko'p odamlar so'rashyapti, nega aynan Buyuk Britaniya? Javobi oddiy emas, lekin borini aytaman. Uzoq vaqt o'zimga savol berdim. Qayerda ishlasam, qayerda o'ssam, qayerda o'zimni sinab ko'rsam. Omadim kelib 2025-yil sentyabr oyi migratsiya agentligiga Qo'ps firmasidan vakansiya keldi. Shundan anketa to'ldirdik va biz birinchi etapdan o'tdik. Keyin test bo'ldi, keyin suhbat bo'ldi. Hammasini o'tganimizdan keyin vizaga topshirdik va vizani Xudoga shukr oldik. Rostini aytsam, oilamni, do'stlarimni, tanish ko'chalarni qoldirib uzoq yurtlarga ketish oson bo'lmayapti. Lekin ba'zida o'sish uchun qulaylik zonasidan chiqish kerak bo'lar ekan. Buyuk Britaniya menga nima beradi? Dunyoning eng zo'r davlatlaridan birini ko'rish va ishlash. Yangi imkoniyatlar va qulayliklar. Qo'rquv, hayajon bor, albatta. Endi Allohga tavakkal qilib yo'lga tushamiz. 6 oy davomida men nafaqat ishlayman, balki hayotni boshqacha ko'rishni o'rganaman. Firma hayoti odamni tarbiyalaydi, sabr qilishni o'rgatadi. Qaytganimda qo'llarim qoraygan, tajribam ortgan bo'ladi. Sizlar bilan Jasurbek, kuzatib boring, eng qizig'i endi boshlanadi.